Nodirbek. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Mazangiz yaxshimi? Rahmat aka. Zo'r ish bor dedingiz. Qanaqa ish bor? Aka, mana shunday gazoblok uskunalarini o'rnatib, g'isht chiqarib sotsa bo'ladigan biznes bor. Haqiqatda mana shu ish qilgan odam pul topadi. Pul topadi aka. Qancha topadi o'yi? G'isht sotgan odam 1 milliondan kuniga. Hop. 500 ming ham topsa bo'ladi. Endi olgan apparatiga bog'liq bu. Uni sotish oson, a? Buni sotish oson. Sababi hozirgi paytda penablok, gazoblokdan uylar, binolar qurilyapti. Xom g'isht, pishgan g'ishtlar yildan yilga chiqib ketish arafasida turibdi. Demak, do'stlar, hozir mana bu yerda gazoblok qoliplari, apparatlari hammasi turibdi. Biz hozir Namangan viloyati Uchqo'rg'on tumani Qo'g'ay qishlog'idamiz. Mana shu apparatlarni yasaydigan mana bu usta Nodirbek. Xo'p, bitta gazoblok yasash uchun nimalar ketadi? Gazoblokni tarkibida sementi bo'ladi, qum bo'ladi. Ya'ni pisok. Asosiy. Qolgani ximikat, alyuminiy pudra, kovchi soda bo'ladi. Qolgani mehnat. Har bir gazoblokning tarkibida 90% sement bilan qum bo'ladi. Sement bilan qum. Qolgan mayda-chuydasi o'zida ximikatlar bo'ladi. Mana bu do'stlar qoliplari. Agar mabodo qishda ham, yozda ham, bahorda ham qilaman desangiz, o'rgatib qo'yadi. Usta Nodirbek hammasini sirlarini. Endi bitta komplektga nimalar kiradi? Xo'p, aka, men komplekt tanishtirishdan oldin ko'p joylarda mana o'zimiz ham ko'ryapmiz, ijtimoiy tarmoqlarda $5000 oyiga, $10,000 oyiga deydi-yu aka. Uning uchun apparat yasab sotish kerak. Qo'yayotgan videosi 1 milliondan o'tib ketish kerak. Shu O'zbekistonni polni aholisi ana shu boladan olish kerak-da. O'shanda topsa bo'ladi. Yo, lekin gazoblokni apparatlardan katta joyiga qo'yib, ishlab chiqarishni kengroq yo'lga qo'ysa $10,000 topsa bo'ladi. Topsa bo'ladi. Uning uchun aka $10,000 misol uchun oyiga topish uchun hech bo'lmasa $30,000 lik apparat o'rnatish kerak-da. Biz hozir men videoning davomida borib ko'rsataman. $7,000 ga liniya qilib o'rnatgan joyimizni xudo xolasa sizga tanishtirib o'taman. Endi biz mana bular bilan tanishamiz. Xo'p, aka, eng arzoni $1,500. Mana shu $1,500. Mana shu bitta komplekt narxi. $1,500 ichiga nimalar kiradi? Mishalkasi kiradi, 2 dona qolip, bitta qolipda 12 donadan g'isht chiqsa 24 dona. Bu ruchnoy reskasi, bu avtomatlashgan suv yomkisi. Bu yerga mana bu motor yetkazib beradi. Bu yerda grasniyda aytilgan grasga suv kelgandan keyin ten tushadi. Bu yerdan kranni ochib suvni mana bu bochkaga tashlaymiz. Bulari $1,500. Mana yerda $1,700 lik apparatimiz turibdi. Ya'ni ko'rib turibsiz, bir dona qolipi qo'shilgan. Bu ko'proq ishlab chiqaraman deganlarga. Bunda ikkita qolip, bunda 3 ta qolip. $1,500, $1,700 bilan uyingizga yetkazib beradi. Albatta. Ya'ni bu yerda $2,000 lik apparatimiz turibdi. Ya'ni 5 ta qolipli. 5 ta qolipli polni avtomat ruchnoy reskalari bilan $2,000 ga O'zbekiston bo'ylab yetkazib, olib borib, o'rnatib, quyishgacha o'rgatib beramiz. Endi shu yerda shu narsa bo'lyapti aka. Biz seriallarni qayerda olamiz, alyuminiy pudra, kovchi sodani qayerda olamiz deyishyapti. Ular nomerini berib, bog'lab qo'yamiz bir-biriga. Bir-biriga bog'lab qo'yamiz, bitta telefon bilan dastlabki qilib yetkazib berishaveradi. Shunda hozir qoliplarning bir donasi qanchadan bo'lyapti? Bir dona qolipimiz $200 dan bo'lyapti. $200 dan. Bu albatta aytilishi. Qo'shimcha telefon qilsa, xudo xolasa, misol uchun bir komplekt narsa olib qolgan qolipni qo'shib beradigan bo'lsak, uni foydasiga kirmasdan qo'shib beramiz. Misol $190 mi? Yog'ini xudo xolasa kayfiyatan bizga yoqsa, biz ularga yoqsak, tushib beraveramiz. O'zi mana bu apparatga nechta qolip bo'lsa yetarli bo'ladi? Endi 2 taligi ham bor. 3 taligi ham bor, 5 taligi, 10 ta, 20 ta, 15 taligi ham bo'laveradi. Yaxshi. Mana do'stlar, qoliplar juda chiroyli, mustahkam, magnitogorskiy listkan. Magnitogorskiy lazer instrumentda kesilgan listlarimiz. Ishlab chiqarish sirlarini albatta usta sizga o'rgatadi. Uyingizga olib boradi. Mana shu apparatni qaysi birini tanlasangiz, xohlasangiz $1,500, $1,700 hamda $2,000. Hozir biz qayerga boramiz? Hozir shu yaqinda bitta ukamizga bizdan 3 kilometr nariyoqda, nariga qishloqqa $7,000 ga avtomatlashgan liniyasini o'rnatib berganman. Ya'ni 6 oy oldin.
Shuni olib borib sizga tanishtiraman. Katta liniyalar ham bor. Ketdik do'stlar, endi esa biz o'sha liniyani tomosha qilamiz. Xo'p, shunday qilib azizlar, biz ishlab chiqaruvchi liniyaga yetib keldik. Mana undan boshlanar ekanda qumlarni tashash. Ha, sizga aytgan liniya ham shunday, o'rnatib bergan liniyamiz. Bu avtomatlashgan liniya. Qumni ham bunga tashlaymiz. Bu lenta orqali mishalkaga chiqib boradi. Qumlar mana ketadi u tarafga. Buni to shu darajaga kelgungacha mana shu Bobirjon ukamiz $7000 to'g'ri kelgan. Bu mana bunday mishalkalari, bu nimalarni o'zi quygan. O'zi quyib tayyor qilib beradi. Mana bunday betonlari bor-ku. Xo'sh. Betonlarni quyib berishadi. Qolgan buni ugonliklarni o'zimiz tashab, mana bunday qoliplarni rels orqali yuradigan qilib 15 ta qolipi bilan o'rnatganmiz buni. Polni avtomatlashgan, shu bitta avtomat shuni ko'tarsa suv isiydi, suv bu yoqqa tushadi. Sement, qum lenta orqali tushadi. Necha kishi ishlaydi shunda shu yerda? 2 kishi ishlaydi. 2 kishi. Ha, 2 ta odam ishlaydi. Bir kishi qumda, bir kishi buni nimalar, o'chir yoq knopkalarni bosib turadi. Yoz oylarida qancha gazoblok ishlab chiqarasiz? 360 ta donagacha ishlaydi. Kuniga. 2 marta aylantiradi shu qolip. Bunday ob-havo past sharoitda 1 marta aylantiradi. Mana bu avtomat reska. Bu avtomat reskamiz. Buni oladi, keladi, qoliplar yurib o'zi yoniga keladi. Buni tushib chiqib o'zi kesadi. O'zi kesadi. Oldin birinchi boshlaganda $1500 bilan boshlagan aka. Ikkita qolip olib $1500 ga mana bunday rushnoy reskalari bilan boshlagan. Bitta komplekt o'zi. Ha. 6 oy ishlagandan keyin 6 oy davomida savdo qilib, pul yig'ib, qolgan narsalarni qolib qo'shdi, polni avtomatlashtirib bo'ldi. Hozir do'stlar, mana shu avtomat lina, mana shu kichkina sexcha 15 ta qolipi bilan 15 dona qolipi bor. $7000 ga bitgan. $7000 ga bitgan. Shunday boshlab qolgan qoliplarni qo'shib, avtomatlashtirib, lentalashtirib, hamma yoqni knopkalashtirib bo'ldi. Zo'r. Demak, azizlar, kimga mana shunaqa apparat kerak bo'lsa, eslatib o'taman, nomer mana bu yerda turibdi. Usta Nodirbek uyingizga yetkazib beradi, sizga telefon qilishadi, doim ishlayotgan nomeringizni aytavering. 94lik 508 8600 telefon raqamimiz postoyanniy aloqada. Zo'r. Mana shu nomerni ekran chetiga yozib qo'yganman. Gaplashing, zakaz bering, mana esa ko'rsatuvni shu yerda yakunlasaman. Keyingi ko'rsatuvlarda ko'rishguncha xayr, sog' salomat bo'linglar.